Bu miras qandoq taqsimlanadi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Miras to'g'riliq fatvo so'ramoqchi edim. Oilamiz savdogar oilasi. Biz bir ana bir dadadan 4 bola. 2 qiz, 2 o'g'il. Balaning eng cho'ngi o'g'il uylangan, lekin ayrim uy olmagan. Dada bilan bir uyda turadi. Ikkinchisi qiz, to'y qilib erining uyida. Uchinchisi qiz, to'y qilmagan. To'rtinchisi o'g'il, o'mi to'y qilmagan. Anam 8 yil ilgari tugab ketgan. Anam tugab ketib, dadamning salomatligi yaxshi bo'lmay, o'zidan ansirab, hayot vaqtimda mirosni ayirib o'tay deb, faqat uy zaminlarini biz 4 balaga, "Mao palonchi balamga, bu palonchi balamga" deb ayirib o'tgan. Lekin do'kondagi mol va tijoratda aylantirayotgan naqd pullarni ayirmagan. Aradan 2 yildan keyin dadamni o'ylab qo'ydik. U ayoldan bir o'g'il bolasi bor. 4 yoshga kirdi. Jami 5 bola bo'ldik. Dadammi bundan necha oy burun omonatni topshirib ketib qoldi. Hozir miros ayirish masalasida qandoq ayirishni bilolmay qoldik. Qur'onda vafot bo'lg'uchining qarzlari to'lanib bo'lgan, vasiyatlar ado qilinib bo'lgandan keyin mirosni ayirish deb bor ekan. Undaqda onam tugab ketgandan keyin dadamning biz 4 bolaga ayirgan ziminlar vasiyat qatoriga kiramdi. Dadam tugab ketishdan bir necha oy burun meni o'qiyotidi. Kichik deganlikdan Urumchidan mening nomimda bir uy elib, keyin turmushlik bo'lganda o'ltirsin deb elib qo'ygan. Bu vasiyatga kiramdi. Uyini miras deb emas, keyin kichik o'g'il o'ltirsin deb ap qo'yg'achqa vasiyat qatoriga kirdi deb ixtilof bo'lib qoldi. Uni vasiyat qatorida hisoblamay, umumiy mirosga qo'shib taqsim qilamizmi? Biz 4 balaga ayirayotgan zaminnimi qo'shib ayrimdi yoki burun dadamning ayirayotganini vasiyat qatorida biz 4 bala zaminni elib bo'lib, qolib qolganini ayrimdik. O chaqda dadamning keyingi ayolidan bo'lgan bola texi tug'ilmagan. Anam tugab ketganda onamning oltin zibuzinatlari qolgan. Taqsim qilmabdi ekanmiz. Uni qandoq ayraymiz? Boshda onamdan qolgan oltinlarni taqsim qilib bo'lib, ondan boshqa mol-mulkni taqsim qilamizmi yoki onamdan qolgan oltinlarni butun molga qo'shib, keyin olgan ayoli va 5 bolaga taqsim qilamizmi? Dadamning keyin olgan ayolini qandoq rozi qilamiz? Boshqa qarindoshlarga qandoq taqsim qilamiz? Tafsilroq javob bergan bo'lsalar. Alloh rahmat qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Oldi bilan ona tugab ketgan bo'lg'achqa, ona tugab ketgan vaqtdagi onadan qolgan zamin va oltin zibuzinat qatorliq iqtisodni shu chaqda onadan miros ola oladigan eri va farzandlari qatorliq mirosxo'rlarga shar'iy taqsim qilamiz. Ananing mirosidan oltin zibuzinatlar hozir naq bor bo'lsa, uningdan boshqa anadan qolgan mulklarni oltinga qatib taqsim qilamiz. Mazkur ananing ota-onasi hayot bo'lmagan taqdirda otaga mirosning 4dan biri. Qolgani ashu ananing o'zining 4 farzandiga 6 ulush qilinib, har bir o'g'ilga 2 ulush, har bir qizga 1 ulushdan taqsim qilinadi. Bu hisob bo'yicha taqsim qilib bo'lganimizda ananing mirosini taqsim qilish ishi tuggan bo'ldi. Buningga asosan yuqoriga mirosxo'rlar har biri haqqini olish lozim. Otami ayolidan olgan 4dan birini olgan bo'ldi. Undan keyin otaning qoldirgan mirosini va mirosxo'rlarni bekitish ishiga kelamiz. Oldi bilan otaning mirosi qanchalik deb mirosni bekitayli. Albatta, otaning ayolidan olgan mirosi va undan boshqa mol-mulk hammasi miros doirasiga kirdi. Hayot vaqtida farzandlarga taqsim qilib o'tgan miroschi. Ota hayot vaqtida taqsimot qilgan miros kuchga ega emas. Chunki miros o'lgandan keyin taqsim qilinadi. Hayot chog'da miros degan narsa mavjud bo'lmaydi. Natijada hayot vaqtida taqsim qilgan o zamin mulklar otadan qolgan miros bo'lib, shar'iy taqsim qilinadi. Agar uni mirosini taqsim qildim demay, har bir farzandiga birdan uy yoki bir parchadan zamin hadiya bergan bo'lsa edi, bu hadiyani o'g'illar qo'llariga topshirib olgan bo'lsa, hadiya uylar shu farzandlarning mulki bo'lib ketadi. Lekin bu yerda uni miros deb taqsim qilgan va o zaminlarni har farzand qo'liga topshirib elib, o'zining mulki qilib tasarruf qilmagan. Undaq bo'lgan ekan, bu zaminlar otadan qolgan miros bo'ladi. Kichik o'g'liga elib bergan uymi miros bo'lib, shar'iy taqsim qilinadi. Chunki u kichik o'g'liga elib berganiga o'xshash boshqa bolalarga elib bermagan bo'lg'achqa, bu hadiya kuchga ega emas. Shundaqla uni vasiyat qatorida hisoblamay, umumiy mirosga qo'shib taqsim qilamiz. Chunki ota men o'lib ketsam yoki mendan keyin qolsa kichik bolam o'ltirsin deb vasiyat qilmagan. Vasiyat qilgan taqdirdami mirosxo'rga vasiyat qilishga bo'lmaydi.
Barliq mirasxo'rlar rozi bo'lgan ahvolda andin u vasiyat ijro qilinadi. Undaq bo'lgan ekan, uni vasiyat deyishga bo'lmaydi. Miras bo'ladi va taqsim qilinadi. Natijada otaning butun mulki miras. Buning ichida hayotida burunqi ayolidan bo'lgan farzandlarga miras deb taqsim qilgan uy zamin, kichik o'g'ilga bergan uy va ayolidan u kishiga tegishli bo'lgan miras hammasi bu kishidan qolgan miras sifatida jam'i 5 farzandga va keyin olgan ayoliga taqsim qilinadi. Undan keyin otaning mirasxo'rlarini bekitish ishiga kelamiz. Demak, otaning mirasxo'rlari burunqi 4 farzandi, keyingi ayoldan bo'lgan 1 farzandi va keyin olgan ayolidan iborat. Agar otaning otasi yoki onasi hayot bo'lsa, ularmi mirasxo'rlar qatoriga kiradi. Ulardan birarsi hayot bo'lmasa, shariat bo'yicha keyin olgan ayoli butun mirosning 8 dan 1ni oladi. Eshib qolgan qismini 8 ulushga ayirib, 5 bolaga taqsim qilinadi. Har bir o'g'il 2 ulush, bir qiz 1 ulush oladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 66 nomerlik fatvo.